Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüyatqanlar Qutatqı Bilik İnstitutu tərəfindən ötküzülgən Fən Texnika və Kəlgüsümüz namlıq söhbət proqramısı. Bu qitimliq ammavi sağlamlıq temasındakı söhbətimizin əziz mehmini doktor Nametcan Mehmet Ustaz. Assalamu alaykum Nametcan aka. Wa alaykum assalam. Mən aldı bilən sizni görürmənlərimizə bir tanışdırıb ötək. Nametcan akamiz vətəndə qanun kəsbində bakalavrluqni tugatgandan keyin 2005 yili Malayziya Dövlətlik Universitetida Xalq ammaviy sağlamlıq kəsbində magistrlik, doktorluqni bitirgan. 2009 yildan 2013 yilgacha bo'lgan aralıqda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Universitetida tədqiqatçı bo'lgan. 2013-dan 2015 yilgacha doktor ashti bo'lib xizmat qilgan. 2015 yildan 2017 yilgacha Najmiddin Erbaqan Universiteti sağlamlıq bölümündə xizmat qilgan. 2017 yildan boshlab ta hozirgacha Anqara Yildirim Bayazit Universitetida Meditsina fakültesi ichki kasalliklar bölümü xalq sağlamlıq bölümündə o'qituvchilik xizmati bilan shug'ullanyapti. Nametcan Mehmet akamiz yana Qutatqı Bilik İnstitutu Təbiben bölümününki bilim heyeti. Undaq bolsa bugünkü söhbətimizə yana bir qaytım xoş gəldiniz aka. Hoş buldum, rahmet. Hörmətli görürmənlər, doktor Nametcan Mehmet akamiz bilan nahvaydan söhbət edib beriyatdımız. Soraydigan suallar bolsa, intihar şəkildə bildirsənglər, proqram axırda suallara cavab alırıq. Undaq bolsa mən suallarımı başlap gedək. Ammaviy sağlamlıq bu atalğı 1920 yıllarda təxminən təşkillik fəaliyyət yolu bilan kasalliklərin aldını alıdığan, həyatını, ömrünü uzatıdığan və sağlamlığın tərəqqi qılğızdığan bir ilim sənəti deyə izahlanıb gəlibdi və günümüzgəcə məşu mənası bilan atılıb gəlibdi. Undaq bolsa, lakin məşu ammaviy sağlamlıq da emas. Bütün səhiyyə bölümü və xadimləri kasalliklərin aldını iliş və kasallikni saqaytıb həyatını davam qılğız üçün xidmət qıldı. Onda bolsa məşu ammaviy sağlamlıqdan ammaviy sağlamlıq bilan başqa bölümlərdən ayrılıb durduğan nəsə zad nimə? Başqa bölümlər ammaviy sağlamlıqla. Bu zad qandaq bir kəsib? Ammaviy sağlamlığın insanlar cəmiyyətindəki rolu nimə? Bu şəxsi bizə düşüncə bəgən bolsanız. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Ekranlık varlık arkadaşlar. Aldılar hazır vakit hayırlı olsun. Bugünkü bu bizim kesbimizde tanıştığınız için şərait yer bergenlikler için sizlerge rahmet ederiz. Ammaviy sağlamlık bu kesbi nurgulğan adam anlagan çağda bir qarsa tanıştık, bir qarsa bir xil gayri kesipdek anlandı. Bulapma bizdenki halkımızın içinde şunda. Nurgulğan adamlar yeni kesipkendeydi. Bəziləri sağlamlıq qoğanlıq üçün insanət bu dünyaya barlıq kəgindən başlaplan sağlamlıq mövcud. Bunun qarab pek konudək bilindi. Həm ikilisi doğru. Ammaviy sağlamlıq kesbi əslində o bağ olan kesib fəqət resmi kesib olub ayrılıb çıxınağa pek uzun olmadı. Mesela İbn Sina vaxtıda bolsun mu kitaplarda şu ammaviy sağlamlıq doğrusu mu ayrım bablar var. Yazılған kitapları mı? Ondan buraya danlıq şu tibabet alımlarınınki de mi? Kesinlikle alınış doğrusu mu? Hem ammaviy sağlık diye vaxtıda biraz ismi özgərən boğanlıq üçün Nurqadem bəzən qanqırab qaldı. Əməliyyatda bizden vətəndə bunu kesinlikle aldığını eliş dep bölüm vardı. Urgulğan dövlətleme aynı vaxtda kesinlikle aldığını eliş dep bölüm qıgan. Lakin keyince bu kesinlikle aldığını eliş bu tamamlanmaydı iken dep bunu kesbinin bize tərəqqi qıldırıb, ondakin ammaviy sağlamlıq kesbi deb özgərtken. Əlbəttə bununki isim hər xil atılıb kelyapti hazır bizning xalqimizning ichida. Xitoychadan bevosita tarjima qilib ammaviy sog'liqni saqlash kesbi deb og'anlarmi bor, yozilgan maqolalar bor. Hamda inglizchada biz bilimiz public health deb ataydi. Ya'ni ammaviy sog'liq yoki ammaviy sog'lomlik deb. Shunlashqa Turkiyada turkchada hamda xalq sog'lig'i deydi. Bizde jig'ib kelsek yaqin va birga. Shunlashqa hamda bizde hozircha ammaviy saqliq yoki ammaviy sog'lomlik kesbi deb atab keldik. Ham bundan keyin shuni atishimiz bekrak muvofiq deb qaradik. Chunki har xil atab kelsak, boshqalarniki kallasini qaymoqib ketishi mumkin. Hamda bu kesib shu bayağı sizim deb o'tib ketdingiz 1920-yillar atrofida tun yo'lab resmi bu qanday kesib deb degan vaqtda buningga
atalgı belge vaqtda şunaq degan kasalliklarning oldini olish va insonlarning hayotining sifatini yuqorilash uchun kollektiv şekilde elib berilgan bir fen yoki bir san'at deb bununla hukm bergan. Keyingi vaqtlarda Dünya Səhiyyə Təşkilatı o'xshash hukmni berdi. Hozirgacha shu shaklda davom qilib kelmoqda. Endi yig'inchoqlab aytgan chog'da ommaviy sog'lomlik kesbi nima degan chog'da kasalliklarning oldini olish va sog'lomlikni tashabbus qilish. Bu yig'ib kelsak bir jumladan mushundoq bo'ldi. Albatta ommaviy sog'liqniki rolini hammadan bir qarablam his qila oladi. Chunki bizningki ommaviy sog'liq kasbida asosli ommaniki, kollektivniki, jiq jamoatniki sog'lomligini qo'llash uchun elib berilgan harakat bo'ldi. Shundaqla ommaviy sog'liq kasbi davolash kasbi qaraganda farqi. Davolash kasbida bir kasallar doktor arasida bir kasal orqali bo'ldi. Bizning ommaviy sog'liq ismidan kelib chiqdi, ammo ko'pchilik bo'ldi. Ko'pchilikni maqsad qilish asosida yoki ko'pchilikni nishon qilish asosi elib berilgan sog'liq harakatlarini biz ommaviy sog'liq deymiz. İkisining eng chong farqi bu. Davolashda bir bo'ldi, bizda kollektiv shaklda bo'ldi. Ko'p rahmat. Unda xo'sh, ommaviy sog'liqning roli haqida bizga ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Men nima slaydlarni açay. Slaydlar ko'rindimi? Tek ko'rinmadi, balkim ko'rinyapti. Bo'ldi. Endi ommaviy sog'lomlikniki roli intayin ko'p. Buniki muhim rollarniki birisi şu ommaning sog'lomlik ahvolini bilib turish uchun nazorat qilish. Meyli davlatlik nüfus olsun yoki bir shaharniki nüfus olsun, kichik jihatdan elib aytgan chog'da bir mahalladagi insonlarniki sog'lomlik ahvoli olsun, buni bilib turish uchun nazorat qildi. Bu nazorat kimlar elib berildi degan chog'da davlatniki resmiy səhiyyə idoralar tarafidan elib berildi. Sağlamlıq məsələyə diaqnoz qoyuş və xətərlik əhvallarını təşkil ediş. Şimdi sağlamlıq məsələyə diaqnoz qoyuş vaxtımızda bu bir emas, faqat şu kollektiv şəkildə təsir uçurğan sağlamlıq məsələ qalsa, bunu diaqnoz qoyuş arqılıq yəni xətərlik əhvalını təşkil çıxırdı. Qanday xətərlik əhval kelib çıxıdı bolsa, bu xil əhvallarda qaysı insanların qaysı orqanı təsir uçuraydı demək əhvallarını bekitib çıxıdı. Onunla keyin kishilarga sog'lomlik to'g'risida uchirib berish, tarbiyalash, elib berishmi ommaviy sog'lomlik kasbining eng chong muhim rollaridan birisi bo'libmi? Hozirgi vaqtda hammalar ko'ryapmiz, shu Covid koronavirus to'g'risida kasal chiqqandan keyin buning qanchalik muhimligini dunyo bilib yetdi. Undan burunmi taraqqiy qilgan davlatlarda ommaviy sog'lomlikning roli va shu davlatdagi o'rni intayin muhim. Lekin taraqqiy qilayotgan davlatlarda unchalik muhim emas, sal qaraydi. Şunlaşqa nurg'ulg'an oqibatlar kelib chiqdi. Agar ommaviy sog'lomlik masalasi sal qaragan chog'da doktorxonadagi kasalliklarning chiqilishi u yoki davlatniki səhiyyə sistema ig'ir besmekka chiqdi. Agar ommaviy sog'lomlik xizmatini yaxshi ishlab qolsak, doktorxonadagi yuki intayin oz bo'ladi. Buni g'arb davlatlar allabulin berib chiqqan, shunlaşqa ular bek istoyli qaraydi ommaviy sog'lomlik masalasiga. Lekin bizning taraqqiy qilayotgan davlatlarimiz bo'lsa, buning texnicha farqida, buning muhimligini texnik yetib bo'lmagan, bilib bo'lmagan. Ammo virus chiqqandan keyin ularni qanchalik muhimlik ekanligini bilib yetdi. Undaki mahalla hamkorligini safarbar qilib, sog'lomlik masalasini bayqash va hal qilish degan vaqtimizda, masalan bir mahallada bir masala bo'lib qolsa, o masalaniki texnikni bilish uchun yana shu mahalladagilarga ehtiyojimiz bo'ldi. Mesela bunun için qanday qilamiz degan chog'da bir mahallik insonlarning hammasi sog'lomlikni tashkil etish orqali hammasi o'xshash masala bormi yo'qmi? Agar masala bo'lib qolsa, o'xshashlik qanchalik persen, qancha persen o'xshaydi? Buning asosan shu sog'lomlik masalasini aniqligi bo'ldi. Uni keyin hal qilish usulini uning asosan bekitamiz. Endi siyosat va plan tuzish orqali shaxs va kollektiv sog'lomlikni qo'llash. Bu ommaviy sog'lomlikning eng muhim rollaridan birisi shu. Aldalan devlet siyasetini kim bekitdi? Devlet bekitdi.
Devlet siyaset bekitişte aldı bilen kodada çokum ispat ulaş gerek. Bu bir keserlik ammaga ta'sir ko'rsatgan, jamoat ta'sir ko'rsatgan yoki davlatimizdagi nurg'unlagan kishilarga ta'sir ko'rsatgan bir masala deb isbotlagandan keyin undagi siyosat belgilaydiganlar bu ahvol qarata siyosat belgilaydi. Masalan, qanday qildi desa, masalan, buni davolash haqli qo'yib qolsa, nurg'unlagan odam ta'sir ko'rsatganligi uchun haqsiz qilishi mumkin. Masalan, buni tekshirish bek az bo'lgan bo'lsa, hammadan majbur tekshirish olib berish mumkin. Shuning uchun har xil siyosat va plan tuzib chiqadi. Uning shu jamoatniki, nupusning kollektivniki sog'lig'ini qo'g'daydi. Endi sog'lomlik qo'g'daydigan qonun nizomni ijro qilish orqali ommaning bexatarligini kafolat qildi. Bu hozirgacha shu ommaviy sog'lomlik masalasida shu e'lonlayotgan eng chong masalalarning birisi shu. Nurg'unlagan qonun siyosatlar bor, lekin ijro qilish bizga tez to'xtaydi. Ommaviy sog'lomlik degan vaqtimizda ism chiqdi, jamoatning sog'lomligini ko'z tutganligimiz uchun bunun ko'pinchisi shu davlat tarafidan elingan siyosat shu kollektivniki salomatligini qo'g'dash uchun bo'lganligi uchun ba'zi vaqtda davlatning iqtisodiy manfaaatiga to'qnashib qoldi. Ba'zi vaqtda korxona shirkatlarning manfaatiga to'qnashib qoldi. Masalan, bir zavod qurib chiqsa, bir oylik va yoki oylik yaqin bir yerda o zavoddan kelib chiqqan istutak havoni bulg'aydi. Havo bulg'unish nurg'unlagan kasalliklarga sabab bo'ldi. Masalan, bir tarafdan qarasak, davlatning iqtisodini taraqqiy qildirish uchun nima qilish kerak? Zavod korxona qurish kerak, taraqqiy qilish kerak. Yana bir tarafdan qarasak, bu yerda salomatlik masalasi va u yerdagi aholi bundan norozi bo'lishi mumkin. Endi buni qanday bir taraf qilish kerak? Degan vaqtimizda albatta buni nurg'unlagan qonun siyosatlar va siyosatda oldidan cho'qim sog'lomlik oldin qator turdi. Bunday vaqtda qanday qilamiz degan chog'da, agar shirkat korxonalar haqiqatdanmi shu zavod korxonalardan chiqqan keraksiz suv, keraksiz gaz, keraksiz tutunlar boshqalarga ta'sir ko'rsatsa, sog'lomlikqa u vaqtida uni taqib etish yoki boshqa yoki yutkash to'g'ri keldi. Lekin bugungi vaqtimizda nurg'unlagan davlatlar buni qilolmayapti. Masalan, Xitoyda o'xshash. Hatto shu YouTube qarasangiz, Xitoyning ba'zi yezilarini shu rak kasallik yesdeb ismagan yezlar bor. Nima qilsa, Xitoylar ayni vaqtda shu nima qilsan qil, iqtisod taraqqiy qil deb bir yo'l qo'yib o'tgandan keyin nurg'unlagan yerda korxonalar qurilgan, zavodlar qurilgandan keyin o zavod korxonalardan chiqqan istutak, keraksiz suv, keraksiz gazning hammasi kontrolsiz qo'yib etilgan. Onundan keyin bu yaşayotgan yezdagi insonlarga, atrofdagi insonlarga ta'sir ko'rsatib, nurg'unlagan odamning rak kasali bo'lsa, boshqa kasalliklarga sabab bo'lish ta'sir ko'rsatdi. Endi bu ahol qanday qildi desa, buni taqtish to'g'risida arz qildi. To'xtamay hukumat xat yozdi, lekin hukumat buni taqmaydi. Nima uchun degan chog'da u zavod korxonalar qarasangiz ko'pincha siyosatdan urug' tuqqanlar chiqdi. Shunga bevosita taqalganlik uchun buni ko'z yumdi. To'g'ri. Shuni bunga o'xshash masala hozir shu xalq sog'lomlik masaladagi hal bo'lmayotgan muhim masalalarning biri. Atom bombasining siniqimi masalan yaxshi o'rnak bo'la oladi bu. Shunda masalan atom bombasininki sinaq qilinishi nurg'unlarda bilasiz cheklangan qilish to'g'ri kelib qolsa, chuqur aholilardan uzoq bo'lgan, boshqalarga ta'sir ko'rsatish az bo'lgan deb kontrol ostida elib berildi. Lekin masalan Xitoyniki mushtakli makonda atom bombasini sinaq qilish to'g'risida nurg'unlagan maqol chiqdi. Hatto mushtakli makon atrofida yashayotgan bir qancha naydiki bolalarniki ayb maqtulib qolgan to'g'risida maqol chiqqanlar bor. Buni shu muhim sifatlarniki, muhim sabablarniki birisi. Undan keyin yana bir roli shu ommaviy sog'lomlik. Iqtidorlik ommaviy sog'lomlik xizmatchilik kafolatlik qilish. Bu nima degan gap degan vaqtimizda bu bevos boyaqi moddaga taqishadi. Masalan, siz intayin iqtidorli ommaviy sog'lomlik xizmatchisi, siz shu atrofdagi muhitni kuzatib, bu haqiqatan muhit bulg'unish ekan, suvni bulg'unish ekan, bu haqiqatan insonlarning sog'lomlik ta'sir ko'rsatgan deb buni chiqardingiz. Lekin bunga qanday bo'ldi degan chog'da u zavodning boshliqlari, shirkatning boshliqlari aniqlisi qarshi chiqadi. Amalva sizni xizmatni aylanishingiz zo'rlaydi. Agar masalan yo'lsizlik bo'lgan davlatlar bo'lib qolsa, sizni bir putli qashon chiqarib, sizni xizmatdan chiqarib ketish ahvolim bo'ldi. Chunki bu xizmat biroz davlat cho'qim sizga ega chiqish kerak. Bo'lmay qolib qolsa, xalq sog'lomlik ishini to'g'ri qilib bo'lmaydi. Bundan avvalasa cho'qim iqtidorli ommaviy sog'lomlik xizmatchilari tadqiqotchi bo'lib qolsa, buningki xizmatninki normal qilishga cho'qim davlat tarafidan kafolatlik qilish kerak. Undan keyin shaxsiy va ommani asos qilgan sog'lomlik mulozimatlari
önüme, kolaylık ve süpütünü bahalaş. Mesela bu neyim degan deyince asosliqi şu sağlık hizmetleri ne köz tutudu. Birinci basma hizmetleri deyimiz. Mesela aile hekimliği Türkiye'deki. Bundaki aile sağlık merkezleri deyimiz. Bularniki süpütü qanchalik. Bu yerda ishlayotgan doktorlar haqiqatan o'lchamli doktorlar mı? Kelgan insonlarniki kelgan kasallarga yaxshi xizmat beryaptimi? Kunlik kasal ko'rish unumi qanchalik? Undan keyin bu merkezler butkul insonlarning kelib o'zini ko'rsatadigan yerga yerlashganmi, yerlashmaganmi? Bularning hammasi ommaviy sog'lomlik kesbiniki rollari. Onda qarasangiz bu ommaviy sog'lomlik hamma yerda tutishadi. Intayin keng bir kesib. Şunlaşqa bir qism davlatlar hozir ommaviy sog'lomlikni tibbiyot fakultetini tamoman ayirib chiqib, ommaviy sog'lomlik fakulteti deb qo'ygan davlatlar bor. Masalan, Kanada qo'ydi. Mesela İran deymiz, Afrikada bir qism davlatlarni ayirib chiqdi. Ama hemen asasen neydik dünyada hozirgacha shu tibbiyot fakultetinin ichida, ama yerleşish usulü o'xshashmaydi. Mesela bazı davlatlar davolash bölümleri ve davolashdan burungi bölümü deb ayirdi. Ommaviy sog'lomlik bölümü davolashdan burungi bölümlarga kirdi. Mesela Türkiye'de siz tibbiyot o'qiyapsiz, ichki kasalliklarning ichiga yerlashishlik. Yerleşish yeri o'xshashmaydi, ama roli hamma yerda o'xshash. Onun başqa ama axirgi bir roli sağlamlık meselelerini hal qilish ve yenilik yaratish uchun tadqiqot elib berish. Bu hozirgisi umumyuzlik qilayotgan ishlarning birisi shu. Mesela sağlamlık meselelerini hal qilish uchun chuqur bu mesele qanchalik darajada boshqalarga ta'sir ko'rsatadi. Yani kimlarga ta'sir ko'rsatadi? Çünkü ba'zi kasalliklar var, ma'lum bir guruhlarga ta'sir ko'rsatadi. Mesela yoshlarga ta'sir ko'rsatadi, boshqalarga ta'sir ko'rsatmaydi. Ba'zi kasalliklar kichik bolalarga ta'sir ko'rsatadi, cho'nglarga ta'sir ko'rsatmaydi. Ba'zi kasalliklar var, yezida yashovchilarga beklik ta'sir ko'rsatadi, ya da fabrikada ishlayotganlar ko'rsatadi. Shunlashqa shu ta'sir qilish guruhga o'xshamasligiga asosan buniki manbasini tepish kerak. Manbasiga asosan uniki qanday qilgan chog'da biz bu masalani hal qila olamiz. Buning uchun tadqiqot elib bormay qilib bo'lmaydi. Bular hozirgi vaqtda o'sha evidence based medicine deb chiqdi-ku. Isbotga asosan ish olib boradigan tibbiyotda her qanday narsada isbot bo'lish kerak deydi. Her qanday narsada isbot ko'rsat deydi. Mesela siyaset belgeleş uchun, yeni bir plan tuzish uchun shu cho'qim isbot bo'lish kerak. Masalan, deyli yenidan İstanbulga yangi bir doktorxona salamiz deb qalsa, bu ommaviy sog'lomlik kesbidagi muhim ishlarning biri. Bu ommaviy sog'lomlik ishlayotgan odamlar bunga tadqiqot elib berish kerak. Haqiqatan shunda bir doktorxona ehtiyojimiz bormi, yo'qmi? Agar bor bo'lib qolsa, nimaga asosan bor? Bunu ispatlashimiz kerak. Qanday ispatlaymiz degan chog'da hozirgi mavjud doktorxonalarniki yetishmasligini ispatlashimiz uchun kasalliklarni ko'rib chiqishimiz kerak. Masalan, o'tgan yilda yuqumlangan kasalliklarniki soni har 100 ming odamning ichida 100 bo'lgan bo'lsa, hozir 150 chiqdi. Demak, eshib beryapti. Hozir mavjud doktorxona yetarli emas. Masalan, so'zilma xarakterli kasalliklarniki soni o'tgan yil 1 million bo'lsa, bu yıl 1 milyon 300 ming oldu. Demek böyledik doktorxonadaki karvat yetişmeyapti. Muşundan ispatlash orqali davlatga plan sungan gap, davlat uni ko'rgandan keyin buladagi yangi doktorxona salsak bo'ldi ekan yoki yangi doktorxona salsak bo'ldi ekanda uni asosan qaror qiladi. Buni ham tadqiqot qilish orqali elib berildi. Demek mesela doktorxonalardagi bütün ma'lumotlarni bu yerga yo'llab bergan vaqtida shu son sifrlar bilan statistika qilib elib beriladigan ishlar ekanda bu. Shundoq, ele unimi to'g'risini to'xtalamiz. Mesela tibbiy statistika deb statistika va tibbiy statistikaning asosiy roli shu doktorxonadan, davlatning har qaysi shu sayyor organlardan to'xtamay shu uchurlarni yo'llaydi. Ular uchurlarni statistika qilish orqali undan keyin sayyor boshqarish bo'limma ularga yo'llasa, ular başına asosan plan tuzib chiqadi. Tushundim. Endi hozirgi zamon səhiyyə xizmət huquqida 3 xil prinsip aldığı sürülüb kelyapti. Bunu biz kimi dərsdə ötdik. Məsələn, birincisi kişilərin sağlamlığını sağlam vaxtında qoğdaş. İkincisi kasallarni vaxtida və uyğun usulda davalaş. Üçüncüsü bimarların salametini əslik keltiriş. Endi bilişimçe ommaviy sağlamlıqның xizmətləri muşu asosiy hukm usuli bo'ldi deb bilime. Undaq bo'lsa, ommaviy sağlamlıqның məsələlərini həll qilish usuli qandaq bo'ldi? Muşunu bir təfsilləşdirib tushundirib bergan bo'lsangiz. Bunu da ommaviy sağlamlıqningki məsələlərini bir taraf qilish usuli yoki prinsipidan
Birinchisi bu sog'lomlik masalalarini bekitib chiqish. Sog'lomlik masalalarini bekitib chiqish uchun bunga cho'qim qo'limizda belgi ulash kerak, isbot ulash kerak. Bu belgi isbot nima degan chog'da statistikalik doklad. Mesela her qanday bir mesele biz ammaviy sog'liq masalasi deyish uchun uningga shartlarga tushish kerak. Mayli bilamiz virus chiqqan chog'da Xitoyda yerlik bir kasal deb e'lon qildi. Undan dunyo siyosiy tashkiloti xil vaqtgacha kechikib qoldi. Undan keyin e'lon qildi. Bu yer shariga tahdid solgan ammaviy sog'lomlik masalasi deb e'lon qilib, undan keyin yana yenib oldi. 3-chi qatim qayta yana chiqdi. Endi bu aradagi talash tartish nima degan chog'da qo'lda yetarlik isbot bo'lmagan chog'da shunaqa talash tartish bo'ldi. Şunlaş ammaviy shu sog'lomlik masalalarini bekitish eng muhim. Agar masalan Uyg'urlarga hozir eng chong ammaviy sog'lomlik masalasi nima desak, vatan sirtida yashayotgan melaniki ro'y jihatli sog'lomlik masalasi. Endi buni qanday bilamiz degan vaqtda asosan mel atrofimizga qaraydigan bo'lsak, melaniki ro'y jihatli masala bor. Endi buni ammaviy sog'lomlik bir masala deb bekitish uchun qanday qilishimiz kerak degan vaqtda cho'qim tadqiqot elib berishimiz kerak. Buni isbotlashimiz kerak. Mesela vatan sirtida 100 ming 200 ming odam yashayotgan bo'lsa, 100 ming 200 ming odamning qancha % atrofida shunday ammaviy sog'lomlikqa deyish uchun ro'y kasallik masalasi bor. Buni bitgan vaqtimizda undan keyin bu ammaviy sog'lomlik masalasi deb bekitildi. Undan keyin ikkinchi qadamda nima qilish to'g'risida harakat deb elib berildi. Undan keyin sog'lomlik masalasini keltirib chiqadigan xatarlik omillarni belgilash eng muhim masala. Bunu da hazır, yani özümüzden misalını algan bolsak, Uygurlardaki vatan sirti yaşayotgan Uygurlarga eng chong masala ro'y sog'lomlik masalasi. Buni bekitdik, nimaga asosan bekitdik, tadqiqotga asosan bekitdik. Masalan, undan keyin buni keltirib chiqayotgan xatarlik omillar yoki buning sabab bo'lgan omillar qaysi desak, buni yana shu tadqiqot qilish yerda topildi. Masalan, ba'zilar deydi, shu oilasiniki, ko'pinchasiniki ayada turmushga kirib ketishi yoki kamplarga qilinishі, ba'zining ota-onasiniki uylab ketishi, yoki ba'zilarniki masalan ota-onasidan ko'rishmasligi, bu hammalarning hammasi asosiy o'rtaq masala hozir. Masalan, buni keltirib chiqayotgan masalamizni bekitib chiqishimiz kerak. Ham lekin boshqa masala aytgan chog'da qanday bo'ldi degan chog'da iqtisodiy masala, ijtimoiy masala, sog'lomlik masalasi, har xil masala. Az bu xatarlik omillarni bekitib chiqish kerak bu masalani hal qilish uchun. Undan keyin aniq harakat qilib boramiz. Tamam, bunun meselesi iqtisodiy masala. O zaman iqtisodiy masalani hal qilish kerak. Buniki masalasi vatan davası. O zaman bunu hal qilmasa bu zaten hal bo'lmaydi ekan. Undan so'ng bunun masalasi ijtimoiy masala ekan. Boshqalar bilan alışamaydi ekan, boshqalar buni chet qolqit ekan, bunda. Yani bunu hal qilish kerak. Shunlashqa xatarlik omillarni bekitib chiqish kerak. Masalan, o'p kasallik desak, nafas yo'llari kasalliklariga, nafas yo'llari kasalliklariga sabab bo'lgan omillar nima? Buni avval tepib chiqish kerak. Masalan, havaniki bulg'unishi. Havanın bulg'unishi bo'lsa, bu havo nima uchun bulg'angan? Atrofga qaraymiz, qarasak zavod bor. Zavoddan chiqayotgan tutun bor. U tutun qarasak kontrolsiz chiqayotgan. Demak, buning sababi bu. Buning uchun qanday qilamiz? Ya zavodni taqaymiz, yoki bo'lmasa zavodning turg'unlariga hozir maxsus bekitilgan narsa bor. Tumanlarni o'ylab suzib chiqib, eng to'g'ri darajada tuman qo'yib turdi, qarni süzgeç deb qoladigan. Yoki buni tavsiya qilamiz. Shunlashqa sog'lomlik masalasiga keltirib chiqqan omillarni belgilash bu şu ammaviy sog'lomlik masalalarini hal qilishdagi muhim omillarning biri. Undagi sog'lomlik program tuzib chiqish va sinov qilish. Masalan, hozirgi davrimizda eng chong masalalarning birisi shu semizlik kasali. Semizlik kasali mayli taraqqiy qilayotgan davlatda bo'lsin, taraqqiy qilgan davlatlar bo'lsin, umumyuzlik ammaviy sog'lomlik masalasi dunyo bo'yicha. Endi buni sog'lomlik bu kasalni azaytish uchun nima qilamiz degan chog'da shu ammaviy sog'lomlik to'g'risida bir program tuzib chiqish kerak. Masalan, deylik, butkul odamlar har kun atdiganda yarim soat me'ish kerak. Buni kapolatlantirish uchun nima qilishimiz kerak degan vaqtda masalan, maktabda bo'lsa o'quvchi bolalarga muntazam shaklda maktabning ko'ritish ostida masalan yarim soat me'ishga kapolat qilish kerak. Masalan, ishlayotgan bo'lib qolsa, ishlayotgan kapolat qilish kerak. Mesela yezida ishlayotgan dehqonlar bo'lib qolsa, u yerda masalan Turkiyadagi muxtar bor, uningki ko'z ishi bilan u yerga elib berish kerak. Mushunga bir xil sistema tuzib chiqsak, undan keyin buning foydasi bormi yo'qmi? Buni sinov qilish kerak. Buni sinov qilgan vaqtimizda hammaga sinov qilmaymiz. Masalan, maktabda boshlasak bo'ldi, yoki idora jamiyatda boshlasak bo'ldi, u yerda qilib biroz oson. Undan keyin 3 oy, 6 oy elib borgandan keyin
Bunun payısı buldu mu yok mu? Mesela 3 ay burun tadqiqat qilishdan burun, sınaq qilishdan burun bu programını nimish qilamiz degancha shu program qatnashchi hamma odamniki sog'lomligini tekshirish ilib boramiz. Undan keyin vujud indeksini tekshirish ilib boramiz. 3 ay degan sınaqdan keyin yana o'xshash salomatligini tekshirish ilib boramiz. Undan ikkisini qarshilashtirsak, selishtirsak chiqadi. Agar haqiqatan 3 aydan keyin hamma odam degandek kiloni kaybetken bo'lsa, kilo bergan bo'lsa, demak bu program ishi yaradi degan gap. Asosiy muhim ishlarniki birisi shu. Yana birisi hozir Turkiyada mana tamaki tashlash to'g'risida yangi bir program bor. Burun bordi, lekin shu davolash sug'urtasi bo'lganlar davolanib boralaydi, boshqalar yanchuqini to'lash kerakda. Birinchi yil hozir har qanday odam borsa bekorlik o program qatnasha oladi, haqsiz davolash ko'rinish ishlarini ilib bora oladi. Mesela bunun maqsadi nima degan chog'da Turkiyada tamaki chekish nisbati bizda yuqori. Atrofini qarasak, erlar olsun, ayollar olsun tamaki chekadi. Endi bu sababdan kelib chiqqan nurg'unlagan so'zlim xarakterli kasalliklar bor. Endi bu so'zlim xarakterli kasalliklar nima bo'ldi desa, davlat chuk. Qanday chuk degan chog'da kasal doktorxonaning shukuni ortadi. O vaqtda doktorxona yetishmasi kelib chiqishi mumkin. O vaqtda yangi doktorxona silib chiqdi, yangi doktorxona silib qolsa, bu bir intayin yuqori bir maliyat. Bundan o'xshash masalalarning oldini olish uchun qanday qildi desa, davlat tomonidan bo'lsa, biz aqsi bo'lsin, birlamish programmani xalqniki shu tamakini tashlashiga biz yordam qilin deydi. Endi bu programmani yo'l qo'ydim. Bu program yo'l qo'ysang, haqiqatan bu ishga yaramli yaramamda, endi buni ko'zlash kerak. Onunla başqa sağlamlıq programı işletiş ve taraqqiy qilish. Mesela tamaki tashlash to'g'risida Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, yoki Trabzon'da olsun bir ilde bir viloyatda sınaq qilib buni agar unum ko'rilsa, undagi butkul Turkiyada sınaq qilish ishlatish bo'ladi. Ishlatgan vaqtimizda ba'zan kam qolganda to'p qolsa, ishlatish jarayonida uni to'liqlash bo'ladi. Undan keyin eng oxirida shu sağlamlıq programmalarining har qanday program bo'lsin, ünüm var mı yok mu? Bunu çokum bağlamak gerek. Eğer ünüm bulmay kalsa amelden kaldırış gerek, ya ki yetersiz kalgan olsa onu toluklaş gerek, özgertiş doğru kelse onu özgertiş gerek. Bağlaş her kanda vakitte, her kanda işte en mühim orunda durdu. Mesela hazırki vaktimizde hazırki mühim programının nime dese, şu koronavirüsün aldığını işte, vaksin yeni çıktı. Vaksini burun nimbatı diyen çağda bir yere toplaşmaslık, az yani 2 metre aralık tashlash kerak, qo'limizni pat-pat suv bilan yuvib turishimiz kerak, dezinfeksiya bilan yuvishimiz kerak, maska taqishimiz. Bunun ommaviy saqlamlik tadbirlari hamda. Bu tadbir ishga yaradimi, yaramadimi? Davlatimiz bunun yaramalı qanday bilamiz degan vaqtimizda, masalan, buni ishlatmagan avalasa da har kunlik kasalning soni qanchalikdi? Buni ishlatgandan keyin kasalning soni tushdimi, tushmadimi? Bunu seliştirimiz, onunki hakikaten düşken olsa bu işe yaraydigan deb qilamiz. Mesela maska to'g'risida dunyo bechiqtalash tartish bo'lgan ayni vaqtda. Maskani faqat kasallar taqash kerak, boshqalar taqmasligi kerak. Nazariy jihatdan shunday. Lekin amaliyot jihatdan bu kasallik kimning kasal emasligini uqul bo'lmaganligi uchun hamma odamning taqish shart endi, lekin bir qism davlatlar buni qabul qilmadi. Qabul qilgan davlat qanday qildi desa, kasalliklarning sonini tushirdi. Demek bu maskanınki mühim ekanligini, kasalliklarni tarqalishda ciddi bir payız bağlılığını ko'rgandan keyin endi boshqa davlatlar buni ko'rib, hamma davlat asta-asta maska taqishga mangdi. Demek bu bir sağlamlık programı. Bu programning foydasini bo'lib bo'lmasligini mush amaliy natija orqali ko'rib oldi va mushning orqali undagi o'ttirda mavjud bo'lgan sog'lomlik masalaniki bir taraf qilishda ishlatilgan muhim usul ekan deb bekitilib bo'ldi. Endi şu sağlamlık faqatlam yaralanışning yoki kasallikning yo'q bo'lmasligi emas, balki jismoniy va ruhiy, shundaqla ijtimoiy jihatdan to'liq yaxshi bo'lishini ko'rsatadi. Sağlamlık ta'sir ko'rsatgan omillar ikki turi bo'ladi. Birisi shaxsiy omil, yana birisi muhit omili. Unas ommaviy sağlamlık va sağlamlık ta'sir ko'rsatgan muhit omili bilan munosabatli xizmatlarni ilib boramdi. Shundoq, ommaviy sağlamlık degan vaqtimizda shundoq bir shaxsning olsun, onun keyin jamiyat atrofidagi muhitning olsun, muhit degan vaqtimizda shu yashayotgan uydan boshlaymiz biz. Yashayotgan uy, ishlayotgan xizmat o'rni, undagi yashayotgan mahalla. Chunki mahalla degan vaqtimizda muhitni ko'z tutadi.
Onundan başqa şu hava bulğunuşu. Bunun hammasi insonlarga ta'sir ko'rsatgan har qanday xatarlik omilning hammasi ommaviy sog'lomlik tadqiqot elib bordi va buningga hal qilish yo'llarini tepib chiqdi. Әмді аммави sağlamlıq bayanmı dep ötüp ketdiniz. Aka bir cemiyetning sağlamlığı bilan şug'ullanganlik uchun haqiqatan hem şəxsi üçün hem kollektiv üçün bir muhim, nəhayət muhimki. Əmdi ammavi sağlamlıqның tərəqqi qılğan və tərəqqi qılıbatqan dövlətlərdəki ornunu bizə sözləb bergan bolsanız, bayanmı azraq qısdırıb ötüp ketdiniz, hazır biraz itib. Oldu. Şu ammavi sağlamlık kesbi yoki ammavi sağlamlık bu bölüm taraqqiy qilgan davlatlar mesela Amerika deymiz, Avstraliya deymiz, Yevropa davlatlarda intayin muhim deb qaraldi ve ammaviy sağlamlık haqiqatan e'tibor qilindi. Ve bu davlatlarda ammaviy sağlamlık bölüm üçün yoki shu soha üçün ayrilgan mablag' intayin yuqori. Nima uchun degan chog'da bayam deb o'tib ketdik-ku, kasallikninki oldini olish davolashdan bekrak oson. Shunday. Har qatim deymiz biz, kasallikni oldini olish davolashdan ming'asi yaxshi deb. Nima uchun degan vaqtimizda bir odamning kasal bo'lgan vaqtida misol olsak, u odamning ruh jihatdan, jismoniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, har jihatdan zarar uchraydi. Mesela bir uydan bir odam kasal bo'lib qolsa, shu odamni doktorxonaga olib borib ekilishga vaqt sarf qilish kerak. Ishlayotgan odam bo'lib qolsa, xizmatidan bir kunlik ayrılıb qaldı, yoki baranmaydı. Ona yardım qilish kerak. Undan boshqa u kasal bo'layotgan odam og'riqniki dardini tortadi. Endi iqtisodiy jihatdanmi ba'zan qiyinchiliklar duch kelishi mumkin. Ijtimoiy jihatdan qila oladigan qilolmaydigan holatga, boshqalar bilan o'rtoq qilgan qilolmaydigan holatga keladi. Buning hammasi qanday degan chog'da shu kasal bo'lib qolgandan keyin. Agar biz buning oldin tarqitib shunday xatar bor ekan deb oldini alsak qanday bo'ldi degan chog'da bunda omilning hamma tamoman etkili oldu. İqtisodiy jihatga masalalar qilindi, ijtimoiy jihatga masalalar qilindi, oila masalalarini qilindi. Uningki u odamniki shu og'riq azob tortishning oldini oldi. Buni taraqqiygan davlat allabir nisbat bo'lgan, bilib bo'lgan, isbotlanib bo'lgan. Shunlashqa bu davlatlar intayin muhim kasb deb qaraydi va buningga haqiqatan ko'ngil bo'ldi. Lekin taraqqiy qilayotgan davlatlarda uch desa, taraqqiy qilayotgan davlatlarda hozirgacha eng chong masalalarning birisi shu. Bu ammaviy sağlamlık meselesi asasen devletler işlep bardı. Devletler işlep bargandan keyin meyli iqtisodiy jihatdan olsun, siyasi jihatdan olsun, bu sağlamlık jihatga elib bargan planni, programni qo'llamasa hech qanday ish qila olmaydi. Endi mesela Türkiye'de mi ammaviy sağlamlık meselesiga, mesela bizning tip fakültesidami, tibbiyot fakültemi, ammaviy sağlamlık bölümünü o'qituvchisi desa, davolash kasbidagi o'qituvchilar bir xil manda qaraydi, tuyon qaraydi. Çünkü hatta aşılam sizler neymiş kılıçlar hep soraydılar buldu. Gerçi üzüm tibbiyot okan bolsunmu, ders ağam bolsunmu, aynen soraydılar bu. Endi bu o'qituvchi tibbiyotning ichida turib so'rayotganlik qarab men hayron qilib, endi boshqalarningki bu kesmi bilishimi natan ekan deb qoldim men. Shu bizning ammaviy sog'lomlik kesbiga bergan astoydillik yoki unumi boshqa davlatlarga qaraganda 5 chong farq etadi. Endi şu ammaviy shu bizning kesibda taraqqiy qilayotgan davlatlar, taraqqiy qilmayotgan davlatlarningki farqini ko'rish uchun qanday qilasiz degan chog'da shu kasalliklar qarshisiz bilgin bo'ldi. Shu kasalliklarningki shu yuqumlashning tez bo'lishi, odat kasalliklarning to'xtamay o'zgarib turishi, u buning hammasi shu ammaviy sog'lomlik masalasiga sal qarashdan kelib chiqadi. Endi boshqa davlat taraqqiy qilayotgan davlatlar bormi? Endi ular ko'ngil bo'lyapti, ko'ngil bo'lyapti. Nima uchun yana u yerda ammaviy sog'lomlik masalasi yana mevcut olan şu sozun karakter kesinlikle semizlik kesil deyimiz, diyabet, şeker kesil deyimiz diye baktığımızda bayamen de ötkendek bu sağlamlık meseleye fakat devletin küçüşülerle mi yeterlik olmaydı? Devletin konuşuyla mı yeterlik olmaydı? Şahsının kimi aktif katmış gerek bu işe. Mesela bir devlet kopup sen çınıkışın gerek, semizlikinin aldığını için manda kılışın, anda kılış gerek de planı koydu. Bununki umumi cihatikin bir programını tüzbürdü. Eğer siz bununla ergeçmişsiniz, yani şu simisbet kalırsınız mesela. Şunlaşka bu yerde devletin siyasi planı ve bu yerde belgen uçurlarıyla şahsınınki maslaşanlığı intayin mühim. Şunlaşka terakki kılıvatman devlet, yani bir meselenin birisi devletinki siyasiniki yeterlik bulması ki, kesin yaxşı düşünmesi ki, şunlarla halkınki maslaşması sebebim var.
Endi hozir bu taraqqiy qilayotgan davlatga o'xshashyapti, lekin umumiy jihatdan aytgan chog'da, cho'ng jihatdan aytgan chog'da taraqqiy davlatlarniki yanada yaxshi bo'ladi davlatniki bu bo'limga bergan astoydilligidan hammadan mush qilayotgan ishlardan, chiqayotgan dokladlardan, qilayotgan statistikalardan ko'rib olib bo'ladi. Hozirgi vaqtda esa mush Afrikada eng cho'ng masalalar bor, mush ommaviy sog'liq masalasi. Ko'pincha masalani amaliyotda hal qilib bo'ladigan masalalar. Lekin ular qanday qildi desa, hamma ishga cho'qim pul ketdi deblam saqlab o'tiradi. Dunyo səhiyyə təşkilatının yardım qilsuldi, Dünya Bankası yardım qilsuldi, başqa yerli yardım qilsuldi deb. Nima uchun desa, onun kallasida bunun pulsiz yoki boshqasi qilib olmaydi deb o'ylaydi. Ammo ommaviy sog'lomlik ishi unday emas. Pul bo'lmaymi, oddiy ishlardan boshlangan bo'ladi. Masalan, 2018da shu G'arb Afrikadagi davlatlarniki shu birinchi xonimlari birlashib, shu rak kasallikni oldini olish to'g'risida bir programma qilib ekan bular. Hamma davlatlarniki bu birinchi xonimlar nima ish qildi desa, butkul kuchlar shu ayollarda bo'lgan rak kasallikni oldini olish to'g'risida o'zining bir hassasini qo'shish uchun qildi. Meni u yerga taklif qilgandim shu Burkina Faso degan davlatga. Bargan vaqtimizda shu meniki bergan u yerga leksiya shu G'arb Afrikadagi yoki Afrika davlatlarida qanday qilganda shu rak kasallikning oldini olib bo'ldi. Indayn oddiy usul meniki ularning mendan talab qilgan narsa shu Afrikaniki hozirgi ahvoli asosan bir programma tuzib chiqish yoki ularga bir maslahat berish. Qanday qilsak bekçi qısab ketmey turib muşni oldini olib bo'ldi deb. Men ba'zan mush fikrlarni o'tirib manda qilin bo'lsam, ashariy qatnashganlar ko'pinchisi shu sayya nazorat ishlayotgan, sayyaning xizmati va shular meyrangda manda qilsin bo'ldi ekan, biz manda o'ylabdik, anda o'ylabdik deb. Amaliyotda odatki bir yezidimi, maktabdimi, agar shu ommaviy sog'lomlik masalasi ko'ngil bilgan bir odam bo'lib qolsa, oniga eğitim yoki onunğa bir kurs berish orqali nurg'unlagan kasallikni tamoman oldini olib bo'ldi amaliyotda. Afrikada shu, boshqa davlatlarmi shu. Lekin nurg'un davlatlar qanday qildisa, taki kasal bo'lib, doktorxon kammigicha bunga sal qaraydi. Yo'q, bu hal bo'lib ketdi, hal bo'lib ketdi deb. Agar hal bo'ldigan shu qolsa, zaten hal bo'ldi. Şunlaşqa o taraqqiy qilayotgan va taraqqiy bo'lgan davlatga eng cho'ng masalaning, ya'ni farqi dalmishadi. Davlatlarning birisi bekitibor berdi, biri hozircha e'tibor bermaydi. Ikkinchisi xalqqa biroz o'ngliq, bir mayada xalq biroz o'ngsiz. Shundaqla undagi kesini bildiganlarning soni bek oz. Eng cho'ng masalaning birisi hozir. Masalan, bayam siz deb o'tib ketdingiz, shu tibobat o'qituvchisi turib, bu kasbdan xabari yo'q deb. Bu gap asosan hamda Turkiyadami ommaviy sog'lomlikning qanchalik bo'lganligini ko'pdir taxmin qilg'ili bo'ladi. Lekin masalan, Turkiyaninki sog'lomlik sistemasini Yevropadami xeyli bak ko'tardi ekan. Men ashta anladım, sog'lomlik sistemasi bir qadar mukammalroq, bak yaxshi deb. Uni xo'si bu ikki sodir biroz zid bo'lib qolgandek. Bunda sayya, masalan, Turkiyaninki sayya sistemasi haqiqatan dunyoda ulgu bo'lib ko'rsatilgan sistemlardan biri. Endi bu qanday degan vaqtda buni ko'p tarafdan tushundirildi. Masalan, buning ichida ommaviy sog'liqlik masalada ko'pincha Turkiyaniki o'tirg'a chiqayotgan masalasi shu ona bolaniki sog'lomlik masalasi muhim ko'rsatkich bu yerda. Sog'lomlik musayya sistemining qanchalik yaxshi bo'lish bo'lmasligi eng muhim masalalarning birisi shu. Turkiyada shu har 1000 onaning ichida yoki har 1000 tug'ilgan boboqlarning ichida o'lish nisbati dunyoniki o'rta ki seviyedimi tüven. Yani bunun bir gap degan chog'da bu sayya sisteminiki mesela doktorxona buniki birinchi basma xizmatlariniki sayya ve sağlık ocaqlari olsun, uningdagi aile hekimligi olsun, bularniki esli yaxshi ishlayotganini ko'rsatadi. Undan boshqa mana hozir dunyodagi umumyuzlik nishon shu universal sağlık sistemi degan bir sistem. Universal sağlık sistemi degan nima degan vaqtimizda hammadamniki o sağlık xizmatlarini ala oladigan, supatiniki yaxshi bo'lishi va har qanday sinf farqini bo'lmasligini ko'rsatadi. Masalan, siz qaysi millatdan bo'lishingiz qat'iy nazar shu davlatda uni xizmat elishingiz kerak. Siz davlatniki qaysi yerda yashashingizni qat'iy nazar o sağlık xizmatlariga erishishingiz kerak. Masalan, yezda yashang, shaharda yashang
ehtiyojing bo'lsa, uni olish kerak. Undan keyin iqtisodiy mumkin bo'lsa, cho'qim bütün xalqqa haqsiz xizmat verish kerak. Bu umumiy nishon. Bu jihatni elib aytgan chog'da yaxshi. Lekin ba'zan masalalarni elib aytgan chog'da, masalan Turkiya taraqqiy qilayotgan davlatlarga yaqin ketayotgan davlatlarning birisi. Lekin ommaviy sog'lomlik masalasi qaraydigan bo'lsak, yana nurg'unlagan masala bor. Masalan, hozir Turkiyadagi cho'ng masalalarning birisi nima degan chog'da o'sha tamoq chekish masalasi bor. Tamoq chekish masalasi ommaviy sog'lomlik masalasi. El bulardan hozircha bo'lmayotgan masala. Bu nima degan gap? Ommaviy sog'lomlik sohasida bunga yetarli bir ish qilinmadi degan gap. Ikkinchisi semizlik masalasi va shakar kasali va bular ba'zi ishlayotgan masalalarning birisi. Uningdan boshqa qatnash qazosi var. Qatnash qazosi o'sha ommaviy sog'lomlikning muhim narsa. Qatnash vaqasining ko'p bo'lishi. Nima uchun qatnash vaqasi ko'p bo'ladi? Uningdan boshqa shu bir-birini yaralantirish, qurol yarab bizni etib ahvollarimiz bor. Bu nima uchun o'tirdi? Chunki bu hamma odamniki sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatayotgan, o'lishga sabab bo'layotgan masalalarning birisi. Endi buni qilib aytsangiz, bu nuqtada ilib aytsangiz, yana masala bor. O'qituvchilarniki bilimiz sabab nima degan vaqtda shu ommaviy sog'lomlik kasbiniki Turkiya texicha o'tamagan bir kasb. Men boshqa davlat o'qiganligim uchun men kelgandek his qilyapman. Men hozir men mush bilimda ishlayman. Chunki kasb intayin umumiy jihatni o'tildi. Masalan, boshqa davlatlar qanday deganda Amerika, Yevropa davlatlari allabirmi sistemni ishib ketgan. Mesela ommaviy sog'lomlik deb bir bo'lim bor bizda, magistrlikda olsun, doktorada olsun. Shu bo'yicha balani tarbiyalaymiz. Lekin taraqqi bo'lgan yerda yoki bir qism davlatlar qanday desa, ommaviy sog'lomlik kasbini ichiga kirib turib, bir qismlarni egallaydi. 10 yillik birdan turib bo'limga kelgan joy o'g'in emas. Ommaviy sog'lomlik oila sog'lomligi. O zaman ommaviy sog'lomlik ishdagi oila sog'lomlik ishlar maxsuslashadi va shunlar mugindi. Chunki bu bir kengroq bir narsa. Ama Türkiye'de undan emas hozircha shu umum jihatdan ketyapmiz. Uni bir ta'sir ko'rsatgan muhim masalalardan birisi shu o'qituvchilarning tushunmasligi. Tushundim. Hammasi oddiy qaraydi. Ha. Akin men Turkiyaning masalasi chiqashqa da'vatda bir narsa esimga kelib qolgandi. Shu bizga shu ommaviy sog'lomlik darsini o'tgan vaqtida o'qituvchimiz menda bir gapni da'vatgan. Shu Turkiyadagi sog'liq o'choq bizdagi mahalla ambulatoriyasi, mahalla doktorxonasi desak bo'ldi. Shu mahalla sog'lomlik markazlarininki o'zining atrofidagi shu nopusning manchilik kishidan yuqori vaksina qilg'uchi nima qilish kerak? Ashadagi oila hekimi kafolat qilish kerak, ya'ni. Bu oila hekimi buni kafolat qilishga kerakkan va agar unda qilmay qolib qolsa, shu belgilangan sondan tushib ketib qolib qolsa, ularning maoshidan tutilgan belgilik darajada. Bu yilqi bir xil aqlimdan o'tmadi mening. Ash vaqtida hammamiz talash tortish qilgandik. Bu boshqalarni zo'rlab, u hukumat zo'rlamasa, bu doktor zo'rlab yo vaksina qilg'izmasa, butun mas'uliyat buningga tushib qanday bir adolatsizlik bo'ldi degandik. Buning ustiga ham bu ommaviy sog'lomlikning bir xizmati deb tushunaman. Garchi u yerdagi oila hekimi birinchi basamakli xizmatlar bo'lsin, u yerdagi ommaviy sog'lomlikni ustiga yurish kerak vazifa deb o'ylayman. Shu yerda biroz turib qolgandim. Buni siz qanday qaraysiz aka? Chunki bayaq siz degandek oila hekim deymiz-ku bu yerda. Birinchi masala. Buni ommaviy sog'lomlikki ostidagi ish. Masalan, Turkiyada buning hammasi shu xalq sog'liq mudirligining ostida. Çünkü biz deyimiz aynı küllikning ostida deymiz. Bu shu birinchi basma xizmatlari ommaviy sog'lomlikning eng muhim xizmatlaridan biri. Shunlashqa garchi ular doktor bo'lsinmi, davolash ilib borsinmi, lekin ularning asosiy qilg'ishi yana shu yerdagi yashayotgan ashaki mahalladagi, yezidagi insonlarning ommaviy sog'liqni saqlash asosiy vazifasi ularniki. Şunlaşqan biz şu hozirgi Turkiyada bizni tartışayotgan masalalarniki birisi shu nurg'un odam buni qabul qilmoqlik. Ben oila hekimi, men doktor, men davolash olib borman. Bu mening ishim emas deydi. Unday emas. Chunki birinchi basma xizmat deganda birinchi basma xizmat avtomatik ommaviy sog'liqning ishidagi eng muhim xizmatlarning birisi. Agar birinchi basma xizmatlari yaxshi qilinmay qolib qolsa, u vaqtda keyingi masalalar kelib chiqadi. Masalan, ikkinchi basma xizmatlar, uchinchi basma xizmat doktorxona. Orada doktorxonadagi yük artdı. Bunun neyinge kelgüsü şu yerda
aile hekim bulayotgan doktorlarning ko'pincha boshqa bo'lim ketish mumkin, doktorxonalar ketish mumkin. Buni ko'pinchadan tushunmaylik. Masalan, o aile hekimining asos qilgan ishi nimasi? Shu yerdagi, masalan, homildor ayollarniki davomli tekshirishni olib bordi. Undan keyin kelgandan keyin odat kasalliklari diagnoz qo'yish va ularga dori yozib berish ularniki vazifalarning biri. Va shu Zahiri masalan doğru yazgısını kırgızsam, nime boğunumla bilmeylam, nime doğru desem şunu yazıp verdi. Bu bak kızım. Ya o kişinin mesuliyetsizlikimi okumadım. O en çok mesuliyetsizlik. Mesela bu çıkıp kalsak nurul mesele var. Mesela bir doktor bir kasallikni ağzından çıkan doğrunu yazıp veriş hata. Bir doktor avval kasallikni ko'rish kerak, ko'rib ahvoliga asosan doktor o'zi o doğru yazıp verish kerak. Kasallikning talabiga asosan doğru yazish hata. Şimdi bir mesele mesela şu mahallede yaşayotgan umumiy sog'liq masalasi degan mesela nima vaksina var. Bayağı diyendek vaksinamol aşılığının kıldığın mühim meselelerden birisi. Nima uchun desa, vaksin ameliy sağlamlıqda en çok mühim kurallardan birisi. Nima desa, vaksinaning asosiy ishi nima? Kasallikning oldini olish. Buni kim qildi desa, yana shular qildi. Agar bu qilmasa kim qildi vaqtida? O vaqtda cho'ng talash tartish qildi. Shunlar chiqib bu yerdagilarniki aile hekimleriniki birinchi bosma xizmatlari deb to'nilganlik uchun ommaviy sog'lomlik mushadagi mahalladagi yoki yezidagi insonlarning sog'lomlik kafolat qiladigan asoslarning hammasini mush qilishi shart. Bu Turkiyada emas, dunyoning hamma yerida o'xshashlar. Turkiyadagi bir xatolik mayani kelib chiqadi hozir. Masalan, xalq qanday qildi desa, birinchi bosma xizmatlarga bormay, o'zining xohlagan bo'yicha ikkinchi, uchinchi bosma xizmatlarga ham ketadi. Masalan, doktorxonalar qildi. Hatto qanday qildi desa, yolg'onda doktorxon chaqirib, ambulansni chaqirib, jiddiy qutqizish demay kasallab qoldim deb bordiganlar bor. Hatto keraksiz chaqirish intayin ko'p. Bu nurg'un ishni qilamqin qilyapti. Yevropada, Amerikada taraqqi bo'lgan davlatlar qanday qildi desa, birinchi bosma xizmatda ishlayotgan doktorlarning, sestraning yo boshqalarniki xati bo'lmay turib, ikkinchi, uchinchi bosma xizmatga ketolmaydi. Yoki boshqa doktorxonaga borolmaydi. Masalan, ben bir kasal oldum. Siz aile sağlığında işleysiz ya da aile hekimlik doktorluğunda işleysiz. Ben barmen çünkü benim mahallemde siz var. Berip ben havalım deymen siz körüp eğer közünüz yetse depresiz man doğru yese manda kılsaydım. İkincisi közünüz yetmese siz bunu başka doktorxonaga öğretişiniz gerek etraftaki. Mesela sen ma doktorxonaga barsan aşağı pistani bölüm kir. Senin kesilin meyani kurdu deb. Yoki bo'lmasa qanday qildi desa, sizning ko'zingiz yetidi, lekin sizniki ishlayotgan markazingizda uni kesin ko'ra davolaydigan yoki bekrak tekshirish olib boradigan uskuna yo'q. Bunda ahvol aslidimi? Siz boshqa doktorxonaga buyurib turasiz. Buni qilish uchun qanday qildi desa, cho'qim shu birinchi bosmoqda ishlayotgan doktorlarniki xat yo'llash kerak. Bo'lmasa boshqa doktorxona qabul qilmaydi. Lekin Turkiyada unday emas. Agar bora olsangiz, qanday doktorxonaga 5-chi shart qabul qilaveradi. Endi bu masalani tanishish kerak. Düşünüşük oldu Yakabek rahmet. Endi şu ommaviy sog'lomlikning bölümleri qaysilar? Bunu bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bunun ommaviy sog'lomlikniki bölümleri pek ko'p hozir. Men faqat asosli hozir o'tirib bo'lgan yoki pek kengri jihatda ishlatib kelayotgan bölümlarni so'zlab beray. Vaqt masalasi vaqtni birga berib qolibdi. Mesela muhit sağlamlığı, kesbi sağlamlık, aile sağlamlığı, tibbi statistika, epidemioloji, kollektiv uzunluk, seyyah başvuruş, ameliy sağlamlık ve kanun degandek her xil kesip var. Fakat bunun başka kesipler var mı desa bor. Bu kesip taraqqiy qilaverib nurg'ulg'an bölümler içilişe başladı. Hatta her bir bölümün içinde yana ayrı bölümü var. Mesela muhit sağlamlığı da diye vaqtimizda hammalarning kallasini nima keldi desa, havo bulg'unishi, shunday suv bulg'unishi. Hava bulg'unishi va suv bulg'unishidan kelib chiqqan kasalliklarniki munosabatini tadqiq qiladi va buning orqali bu kasallikning oldini olishni tadqiq qilgan bir bölüm. Endi buni ayrim to'xtalsak, masalan, ommaviy sog'lomlikda, ya'ni muhit sog'lomligi deymiz. Buning ichida muhit sog'lomlikning ichida ikki xil ikki ana cho'ng bölüm bor yana. Biri suv bulg'unishidan kelib chiqqan, havo bulg'unishidan kelib chiqqan, tuproq bulg'unishidan kelib chiqqan. Mesela suv bulg'unishidan kelib chiqqan degan vaqtimizda shu iqlim suvi olsun, dengiz suvi olsun yoki turbadan kelgan suv olsun, mush suvlarniki bulg'unishi yoki mush suvlarda ba'zi zararli moddalarning bo'lishi insonlarning sog'liq bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bir yezida
Qarasanız nurg'ulagan insonlarning kasal bo'lib qolganini, hayvonning o'lganini his qilsangiz, u vaqtda insonlar qanday qildi? Darhol berib, uni tekshirish elib berib, analiz qanday kelib chiqadi desa, buni suvdan zaharlab deydi. Suvdan zaharlab qilgan bo'lsa, u mahalladagi iqlim suvini o'rnak oladi muhit sog'lomlik tadqiqotchilari. Onunki tecrübekan görüş arkalı bu sudaki manda insanlar manda tesir gösterdi. Bundan sonra bu su nereden bulungan? Bunu menbesini tabudu. Mesela köpüncü suyun bulungan kep çıkışı yani insanların severdi kep çıkıdı. Bu öydeki suyun kireksiz suyunu koyup biriş. Ondaki mesela kan karhallardan çıkan kireksiz suyunu bir bas koyup biriş. Bu hazırki çoğu meselelerine gibi birisi lazım. Bulab terakki kılvatkan devlet intaniyedir. Mesela Bangladesh'teki mi? El kılamatkan meselelerinin birisi bu şu. Bulamı devletimizi terakki kıldırımızda Xitayga okşar chet elniki zavodlarga yo'l qo'ydi. Shu zavod qurishga. Endi bularni iqtisodiy qisish uchun ba'zi nurg'ulg'an yerga yo'l qo'ymoq, ko'z qisiliq. Qoida bo'yicha aytganchada, muhit sog'lomligi mutaxassislari qo'l qo'yish kerak. Tekshirish elib berish kerak zavod boshlashdan burun. Bo'lgan sinakami jihatdan muhit sog'lomlik nimasiga prinsip uyg'unki zavod elib mangdusan bo'ldi deb. Lekin bu davlatlar shu narsa belgin alamiz oladi. Qanday oldi desa, yo'lsizliklar oladi. Qara berish orqali mana imzo qo'yib deydi, mang'uzida onunki nurg'ulagan kasallik sabab. Mesela havo bulg'unishmi shu? Havo bulg'unishda yana asosiy qismi shunda atom bombasini sinab qilishi, undagi shu zavod karxanalarni ko'plab qurib chiqishi, tutaklarniki kontrolsiz qo'yib berishi havo bulg'uniga kelib chiqadi. Uningki shu nafas yo'llar kasalliklari sebep bo'lgan omillarniki birisi. Uningki to'proq bulg'unishmi shu? To'proq bulg'unishmi asosan o'sha axlatni qalamdan tashlash, endi batareyani ariyaga tashlash, zaharli narsani qo'yib tashlatish, endi shu bulangan suvlarni sug'urish orqali ba'zan etizlarniki keyingi vaqt qarasa usul bermaydigan ahvollar kelib chiqib. Bu nima desa, shunday sabab, shunday har xil xatarlik omillar sababli tuproqning bulg'unishi kelib chiqdi. Tuproqning bulg'unishi kelib chiqqandan keyin qanday bo'lsa, bu tuproqda siz terigan ziraat, ko'ktatlarni zaharlab cho'g'ilgan. Buni insonlar iste'mol qilgan joyda insonlarning sog'lomlik ta'sir ko'rsatadi. Şunlaşqa şu muhit sağlamlık hazır dünyadaki en çok mühim bölümlerden birisi ammaviy sağlamlıkның içinde. Lekin Türkiye'de şu Türkiye'de hiç o'tamagan bölüm şu. Mesela hazırcha xalq sağlamlıkның içinde muhit sağlamlığı deb ayrim bir bölüm içilmedi. Hatta muhit sağlamlığı deb muhit injenerligi var. Muhit ilmi var. Bular qiliqliq bu ishni. Lekin muhit ilmi, muhit injenerliklar, muhit sog'lomlik kasbida o'qiganlarniki qildigan aslida o'xshashmaydi. Shuni ko'rilish bo'ldimi shu Turkiyadagi texnik ommaviy sog'lomlik bo'limlari texnicha shu xalqaro o'lcham bo'yicha mangmaqliq. Umum jihatdan ma'lum. Masalan, siz magistrlik yo doktora o'qib qolsangiz, tibobatdan keyin masalan deylik, siz ommaviy sog'lomlik kasbini tanladingiz. Chet elda o'qib qolsangiz, aldılan deydi. Ommaviy sog'lomlik bo'limiga qabul qilgandan keyin sen qaysi kasb o'qiysiz deydi. Muhit sog'lomlik desangiz, u vaqt bir mavsum ana dars olgandan keyin ikkinchi mavsumdan boshlab siz sadece faqatla shu muhit sog'lomlik darsini olasiz, muhit sog'lomlik jihatida mutaxassis bo'lib chiqasiz. Lekin hozir Turkiyada bunday ish yo'q. Yo'q. Ikkinchisi kasbiy sog'lomlik. Kasbiy sog'lomlik degan vaqtimizda bu qilayotgan kasbingiz bilan munosabatlik ba'zan kasalliklarni tadqiq qiladigan kasb. Bo'lim. Bu hozir intayin moda. Türkiye'de bek moda. Lekin ayrim bir texnimi etchilimida kurs var. 3 oylik, 6 oylik kurs o'qiydi doktorlar. O'qish bitigan bolalar chiqroq bo'ldi bu. Undan keyin kursda o'qib bo'lgandan keyin qo'lingiz belgi berdi bu. Belgidan keyin undan keyin har xil shu she'rlarda, zavodlarda, konkarxonada hozir qonun Turkiyada cho'qim bir ish yeri doktori bo'lish kerak. Bu ish yeri doktori har kun bir kun u yerda, bir kun bu yerda kontrol olib bordi. Undan keyin mo'llarning tapovati yaxshi. Şunlaşqa Türkiye'deki en çok modulatkan kesiplerindeki şu kesbi sağlamlık bölümü. Lekin ayrım bölüm tek içildi modası tek içilmedi. Ama terakki boğan devletleri bağ modası bağ. Bize okuyan mektepten bağdı bu. Yani bu kesibin asas kıldığı iş ne desem şu kesbi münasebetlik keserliklerinin menbesini tepki çıkış. Mesela deyli okutuşlarda köpünce kep çıkartan meselelerin birisi ne dese öğretip ders ödülü. Şunlaşqa ba'zan bel og'riq kelib chiqishi mumkin. Hamda vatanki vaqtimizda ma borda taqdiqat yozgan ishlatdi. O borniki to'zon bilan kelib chiqqan ba'zi nafas kasalliklar bor. Demak, bu o'qituvchilarning kasb bilan munosabat ba'zan xatarli omillar. Hamda bu sababdan kelib chiqqan kasalliklar. Buni qanday oldini olmagan chog'da nurg'un davlatlarda borni bekor qilib hozir taqdiqat qalam bilan, siyoh qalam bilan yozgan bo'ldi.
Bunun sebebinin asası bu. İkinci de mesela zavod kankarxalı işleyotganligi. Bek yuqori ovoz chiqargan zavod ishlayotganligi qanday qildi desa, qulqqa taqaydigan ovozni kesadigan narsalar bor. Bu taqash orqali qulqning gaslab qolishini oldi. Endi bunun da o'lcham bor. Butkul shu nima dilda zavodlarda ishlayotganda shu ovozning qancha desimoldan yuqori bo'lmasi kerak. Mesela odat normal ovoz 50-60 desimol bo'lishi kerak. Uni da chiqib qolsa, shovqin paydo bo'ldi. Shovqin paydo bo'lsa desa, ba'zan bosh og'riq keltirib chiqardi. Undan keyin borgan sari anglash iqtidorini yo'qotib qo'ydi. Undan keyin bularga shu har qanday bir yangi ish boshlagandan burun buniga cho'qim ders verish kerak. Ishlayotgan yerdan qanday xatarlik avvallar buni oldini qanday olamiz, o'zimizni qo'g'dash uchun qanday narsalarni qo'llanamiz. Bularning hammasi bor. Lekin buni qanchalik odam mush buncha qiladi, qanchaligini qilmaydi desangiz, bu eng chong saqlanayotgan masalalardan birisi shu. Hukumatdan tekshirish kelib qolsa, hamma ishchilar beshik kiyib oladi, quloqlari taqib oladi, boshqa qilmaydi. Demiş qalsa ispitlikka men xo'shaqmidi u bu deydi. Amaliyot bu odam uchun ziyonli. Onun başqa shu mashinalarga sir bo'yaydiganlar, sir bo'yashdan kelib chiqqan nurg'un kasalliklar bor. Mush rasm qaragan bo'lsangiz, mush bexastalikni ko'rgan bo'ldi. Mesela madem taxt kesmaydi deb odamni dumuz qo'yib kesyapti, mesela to'liq mashinada. Sir bexastalik kelib chiqqanda qanday bo'lsa, odamni kesib tashlaydi. Endi bu kasbiy sog'lomlikniki eng chong ishlardan birisi shu. Mesela mushunday ishni qanday olindi? Mesela o'zi qarasangiz quloqni taqabdi, gaz olib qolmayman deb, lekin odamning ustida taxt kesma deydi. Mesela mushunday narsalarni oldini olish. Endi yan bir odam qarasangiz, mana bu havo sovutqichniki derisini chiqib turib qilayotgan ish. Buni shu kasbiy sog'lomlik, kasbiy bexatarlik deymiz. Buning shu bevosita ta'sir ko'rsatgan omillar insonning hayotiga tahdid qildi. Buning hammasidan mush jihatdan kelib chiqadigan kasalliklarning oldini olish, o'limlarning oldini olishda qildigan ishlarning hammasi shu ommaviy sog'lomlikka kasbiy sog'lomlik mutaxassislik qilib chiqadi. Şunlar bunu intayin muhim hozirgi vaqtlarda. Bular bu Turkiyadagi ommaviy sog'lomlik o'qiyman deydiganlar mushkesini tanlasin bo'ldi. Undan keyin belgilab ish kuchalik kursida qo'shimcha kesib bo'lib qolsa, ish topishim oson bo'ldi. Bu bir tibbiyot o'qiyotgan bolalar uchun bir tanlash hozir. Undan keyin yana bir bo'lim oila sog'lomligi. Oila sog'lomligi bu keng bir bo'lim. Aile sağlamlığı da şu amillerlerin sağlamlığı deydi, ayollar sağlamlığı, erlerin sağlamlığı, ballar sağlamlığı, ösmirlerin sağlamlığı, yaşananlar sağlamlığı deb her xil şu kesip. Bunun işte hemmisini birini tutuş gerek. Mesela bizdeki magistrlik o'qigan chog'da Islom maktabidagi doktor Mahfirat Abduyeva biz bir sinfda o'qigan. Her ikkimizniki şu magistrlikdagi o'qiganimiz shu oila sog'lomligida. Yani kimniki Mahfirat muallimning o'qig'ini shu ommaviy sog'lomlik ichida yana bir yangi ochilgan kesib, ommaviy sog'lomlik va an'anaviy tibbiyotda bir bo'lim hozir. Buni yangi boshladi. Mahfirat muallimning qiyg'ashi shu. Masalan, xalq sog'lomligi bilan an'anaviy tibbiyotni birlashtirib o'qigan. Qiyg'atim shu. Oila sog'lomlik ichida qanday qilib desam shu an'anaviy tibbiyotni ishlatish, masalan, Uyg'ur tibbiyotini ishlatilishi degandek. Kasallikni oldini olishda, sog'lomlikni qo'llab berishda. Mening qiyg'inim nima desa, meniki shu o'smirlarning sog'lomligi. Bu nurg'un davlatlarda 5 sistemlashib ketgan. Chunki sizniki mesela kasbiy sog'lomlik o'qisangiz, mana muy sog'lomligi bilan çok bek tarqaydi bir-birlarini. Hem ishni qilishingizga natayin qilib bo'lmaysiz. Birisi muhitla munosabatlik. Ya'ni birisi bo'lsa ishla munosabatlik. Oila sog'ligi shu. Undan keyin shu tibbiy statistika shu ommaviy sog'lomlikda eng chong 3 qurol bor, bilimiz bo'lmaydigan. Biri tibbiy statistika, birisi epidemiologiya, birisi shu tadqiqot usuli deydigan. Bu uchini bilmay turib ommaviy sog'lomlik mutaxassis bo'la olmaysizlar deydigan bizning o'qituvchimiz. Chunki bular bir-birini qo'llaydigan, bir-biriga to'liqlaydigan bo'limlar. Hem tibbiy statistik nima qildi desa, butkul kasalliklarni statistik qilib orqali, masalan, kimda qanchalik kasallar bor, qanday yuqdi, qanday tarqaldi, nisbatini belgilab chiqadi. Buning asosan plan tuzib chiqadi. Shunga tibbiy statistikada rostchilik pek muhim. Chunki tibbiy statistikada qo'lingizga materiallarni xohlagancha
programlanan oyunu oldu. Şonlaşqa statistik jihatda mush yaqinda ko'rib chiqdik-ku, dunyoda shu koronavirus to'g'risida yolg'on statistika bergan davlatlar chiqdi. Bizda yo'q degan davlatlar chiqdi. Xitoy masalan biz tamoman tugatdik dedi. Bu nima desa statistikaninki xato qo'llanishi. Haqiqiy statistika bermaslik. Agar statistika xato bo'lib qolsa, plan xato degan gap. Akam bir şey deyip ağzını bölüydiğen buldum. Mesela muş Türkiye'nin mu? Muş 12. ayınınki başlarda yak oturulurda bu yuqumlangıç sanının hadidin ziyade çıkıp geçişi ve onun aldığında haydi alt ölçüsü. Bunu qana qaraysiz? Mesela bu mu planlık devlet stratejisi bilen tahmin etken buluş mümkün bence. Lakin şunu aslında. Bu to'g'risida ba'zilar mesela qarshi partiya yetkili olsun, bu to'g'risida bilisizlar talash tartish bo'ldi. Amaliyotda nima statistika to'g'ri emas dedi, ortiq chiqyapti, kam chiqyapti deganlar bo'ldi. Endi bu statistikaninki qanchalik to'g'ri yoki to'g'ri emasligini bilish uchun faqat shu davlatdan bergan statistika xato bekitib bo'ldi. Agar buni xato desak, biz to'g'rini ko'rsatishimiz kerak. Agar biz to'g'ri ko'rsatmay qolib qolsak, uni o'ttirib chiqarishimiz mumkin emas. Hem Türkiye'nin meselesi mi şu? Mesela Xitay'ınki Mehmet hem yalgan dedi o. Xitay'ınkini yalgan deyiş için rastını ispatlayalırsak o vaxtıda aldık o onu. Sınav davetinin mavu. Elbette bazen məxfiyyətlik sızıldı Xitay'ınki. Əməliyyat mançı milyon adam jukumlandı o bu dedi. Lakin statistika devletteki mühim merkezden biri. Aldırap statistikini başkalarına takatmaydı. Day məxfi tutudu. Bunda oğanlık için bununki qanchalik to'g'ri, nima uchun qildi? Yoki davlatniki strategiyasi o'ynab bekitganmi? Bunga bir narsa bekitas. Tushundim aka. Davomlashtiraylik. Ondan keyin shu epidemiologiya deymiz. Epidemiologiya degan vaqtimizda bu bir chet el ismidan chiqib turadi, chet elchi bir ism. Endi bu tegi shu grek tilidan kelgan ekan. Şunlaşqa bu epidemioloji hamma tilda inglizcemi shu pet qo'llaniladi. Turkchada ham aynan qo'llaniladi epidemiolojida. Nima uchun bunday qo'llaniladi degan chog'da ba'zan kasbiy atalg'ini tarjima qilsangiz tushmaydi. Tarjima qilmoq bektas. Bir kelima bilan yoki bir so'zda ifodamak bektas to'xtaydi. Masalan, Xitoychada buni yuqumli kasallik ilmi yoki tarqalishchan kasallik ilmi deb tarjima qilgan. Ashnamo desangiz kasbga berilgan tadbirda ya kesinlik bo'lgan va huquqda unda emas. Shunlashqa buni ben shunga Uyg'urcha qanday tarjima qilsak bo'ldi deb fuqamay mushbecha elishni to'g'ri ko'rdim. Endi epidemiologiya qanday kesib desa, bir kasallikniki paydo bo'lish, qanday tarqalish, undan keyin o'xshagan guruhlardagi farqi va sabab natijani o'tirib qo'yishda ishlatadigan bir kasb endi bu. Şunlaşqa buni yuqumli kasallik desak, o yuqumli kasallik mushlanishga bir tur bo'lib qoldi. Şunlaşqa men nazariya jihatdan to'qinish kelib chiqdi. Naq tushmaydi. Şunlaşqa qarasangiz, mes latinchada bo'lsin, arabchada bo'lsin, mesela turkchada bo'lsin, inglizchada bo'lsin, hammasi shu grek tilidan bevosita olgan epidemiologiyada. Chunki tarjima qilinmagan, inglizchadan tarjima qilinmagan. Şunlaşqa bu epidemiologiyami shu xalq sog'lomligidagi eng cho'ng kesiplerden birisi, pek mühim kesiplerden birisi. Yani bu onunki türün bekçe kopuk etti hazır. Mesela rak kasalliklar epidemiolojisi deydi, yuqumli kasalliklar epidemiolojisi, rak kasalliklar tekrarlanıp qaptı. Afet epidemiolojisi deydi. Afet degan vaqtimizda shu tabiiy afet har xil. Masalan, dengiz toshqin deymiz, yer tevrish deymiz, otobus deymiz. Shu sababdan kelib chiqqan kasalliklar, shu sababdan kelib chiqqan o'lim, bunun hammasini tadqiqlagan. Onun için muhit epidemiolojisi deymiz. Muhit epidemiolojisi degan vaqtimizda bayqa shu suv bo'yinishdan kelib chiqqan kasalliklarniki sabablari, sabab natijasi, kimlar bekrat tarqalgan, kimlar ta'sir ko'rsatgan, bunun hammasini tadqiqlagan shu epidemiologiya. Undan keyin shu ommaviy sog'lomlik ichida yana birisi kollektiv buzuqlik. Kollektiv buzuqlik degan vaqtimizda bu uzug'likshunos kasbi bor azaldan. Uzug'likshunos qanday qilsa birda-bir. Masalan, sizning bir telefonunuz var. Ben ya uruklaydım ya biraz semirsem mutlu deysiz. O uzunluğuna şunun asasını sizi teklif verin. Manda aniye. Peki ben kollektif qanday qildi o desem, ommaviy sog'lomlik ismidan chiqdi, ammo kollektiv bo'lganligi uchun bu kollektiv shaklda uzunluq. Mesela maktabda kollektiv var, o'quvchi bolalar var, o'qituvchilar var. Boshlang'ich maktab bolalarniki uzunluq qanday bo'lishi kerak, buni plan tuzdi.
uzuqluq kim bo'lib qolsa, qaysi modda qanday kim bo'lib qolsa, qanday kasallik kelib chiqadi, buni uqib bo'ldi. Shunlashqa shu maktabda uzuqluq orqali nurg'unlagan kasallikni oldini olish orqali ba'zan sistemlik uzuqluq tizimligi bor. Masalan, doktorxonada o'xshash. Doktorxonada bir bo'limda masalan shekar kesili davolarning bir bo'lim bo'lib qolsa, bularniki yeydigan tamoq bilan masalan yurak qon tomiridagi bo'limda yotgan kasalliklarning yeydigan tamoqqa o'xshashmaydi. Har bir o'sha yotgan kasalliklarning ahvoliga qarab turib doktorxonada tamoqlarni tizimlikni hozirlash. Masalan, kan karxanalardagi ishchilarniki ishlayotgan yeri qarab tamoq tizimlik o'xshashmaydi. Kollektiv shaklda hozirlandi. Masalan, birisi issiq yerda po'lat temir zavodi ishlab qolsa, bilasiz, po'lat temir zavodi intayin issiq, po'lat shu po'lat tollarga. Bundan qanday qilish kerak desa, bularning temperatурasini to'lantirish uchun bularda qanday narsalar yo'qolib ketadi ishlash kerak. Buni to'liqlash uchun qanday yemeklikni hozir qilish kerak? Buni kollektiv uzuqluq qilish kerak. Bizning maktabda masalan ozuqlarimizni kaloriya bo'yicha chiqarib berdi. Aniq sonlari bilan kesib. Magapni deb qoldingiz, hozir bizniki o'qish bolalarda bir masala bor-ku, bizniki maktabning tomoqxonadan nachar, mandan nachar. Hali deydiganlar. Unday emas. Amaliyotda sirtqa qaragan chog'da maktabda hozirlangan tomoqlar hech bo'lmagan chog'da u yerga bir uzuqluqshunos varmish, kollektiv uzuqluqshunos degan odam bor. Maktabda o'qiyotgan, masalan, oliy maktabda o'qiyotgan bolalarning yoshi odat 18 dan ko'pincha 26 yosh atrofida. Shunday. Doktorlar va ularning yoshi cho'ng asosliq o'quvchilarniki bedenning ehtiyojiga qarab turib, ular kaloriyani, moddalarni, minerallarni hammani hisoblab turib tomoqni tayyor qiladi odatda. Masalan, qarasangiz tomoqlarniki turlari masalan bir kuni sho'rib qilib qolsa, uning yeniga ashning sal moslashivroqlar ya boshqa tomoq qiladi. Buning hammasi eli qarg'ular tayyor qilgan narsa emas. Bu shu maktab uzuqluq degan sistema uchun qilgan narsa. Shunlashqa nachar u bu demay, amaliyotga maktabnikini yeyish, sirtnikini yeyishdan bekrak yaxshi. Haqiqatan bizning maktabning bak o'xshaydi uni ustiga shunchalik suyunib yeyman har qayta. Lekin suyunib yegansiz suyunmagan bolalar bek chiqsin. Men maktabning tamog'ini yaxshi ko'rmaydigan bolalar bek chiqqanlarim bizning bolalarni ishlatchu. Amaliyotda shu bo'lma yaxshi fursat bo'lib qoldi. Buni diqqat qilish kerak. Shuni tayyor qilayotgan tomoqlarning hammasi kaloriyaga asosan hisoblandi. Insonlarning sog'lomligi uchun mushu muvofiq bir kunlik tomoqqa deb hisoblab chiqqan narsalar. Shuningga mumkin bo'lsa maktabda o'qiyotgan bolalar maktabda yeyish kerak. Birinchi salomatlik jihatdan eng muhim, ikkinchisi iqtisodiy jihatdan jiqazan. Masalan, maktab degan tomoqniki sho'rbasining pulga sirtida bir tomoq yeyishimiz mumkin emas. Bir sho'rba kelmaydi. Undan keyin ommaviy sog'lomlik va qonun deymiz. Shunda bu mumkin kesib. Endi ommaviy sog'lomlik qonun degan chog'da bu yangi ochilgan bir kesib. Buni tunjilab Amerika Harvard universiteti ochdi. Boston universiteti ochdi. Hozir Amerikada va boshqa davlatda yo'q bu. Bu qanday kesib degan vaqtimizda rasmiy memo bek ketmay kirgan bu kesibga. Faqat lekin men vatandoshlikka o'qiyotgan vaqtimizda Qizil Krist jamiyatidan kelib, bizning vatanda siz ma'lum bo'lgansiz, AIDS kasallik olib ketdi. Ko'pincha AIDSlarniki yuqumli esa shu heroin chekkalar bo'ldi bu ko'pincha. Shu vaqtda shu oliy maktabda o'qiyotgan bolalardan shu AIDSni oldini olish to'g'risida programmaga adam tarbiyalaymiz deb bizning maktablarni, bizning bo'limdan biz 3 oylarni ko'rsatib bergan. Şu vaqtda bizni tarbiya qilib tarbiyaladi. Tarbiyaga vaqtda shu Avstraliyadan, Amerikadan kelib tarbiyalayganlar. Uniki tarjimon bor, vaqt biz ingliz chiqmaymiz. Bizlar shunday tarbiyalash orqali uniki biz oliy maktablarga, turmalarga, uniki Oqsaroy deymiz, zar tashlash markazlari. Uyaga berib biz shu AIDSni oldini olish to'g'risida ta'lim tarbiya olib borgan. Endi rost desam, meniki shu kasbni yaxshi ko'rish sababi shu yerdan boshlangan. Bu haqiqatan bek yaxshi kasbkan. Hamda agar o'qigan bo'lsam, mush kasbda o'qisam bo'ladi, lekin hozir u vatanniki sharoitini mumkin emas. Bir bo'limdan yana bir bilan bunlar cho'ng farq va bo'lim atlash. Keyin chet elda imkon bo'lib qolsa, shunda o'qisam bo'ladi deb niyat qilgan. Keyinsa Alloh niyatimni amalga oshirdi. Sirtqa chiqqandan keyin Malayziyaga kelib men tayyorlik o'qidim avval inglizcha. Tayyorlik o'qigandan keyin shu kasbga qabul olandim.
qabul bo'lgandan keyin endi bu kasbni o'qish jarayonida meni tunji qatim yetakchi o'qituvchimdan ko'rishinglar dedi. Bir oyda keldim. Kirsam o'qituvchi meni so'radi. Chunki tafsili tanishdi. Seninki to'liq kursdagi qaysi bilim tugagansan deb. Men qonun desam, deb o'yinlikka yaran qolmadi. Endi sağlamlıqla qonunun ne münasibeti vardı deb so'radi. Men o'ylab bakmagan so'ng, tushundim dedim. Desem amaliyotda ammaviy sağlamlık qonunninki nishoni o'xshash dedi. Qonundimi xatarning oldini olish uchun qilamiz, ammaviy sağlamlıkniki nishoni xatarning oldini olish dedi. İkisining nishoni bir. İkincisi de qonun ve ammaviy sağlamlık amaliyotda bir-birlan chambarchas. Keyin buni belki o'qish jarayoni his qilsan dedi. Undan keyin men biraz rahatladim. Chunki o'qituvchim Amerika Harvardda o'qigan ayol, magistrlik doktoranashada o'qib ekan. O ayol bekrak uqdi ekan asli buni. Ana undan keyin magistrni tugatgandan keyin men doktoraga boshug'a iltimos qilgan chog'imizda u yerda meylan emas qilgan beyavatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Universiteti, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldidagi bir narsa. Bizim maktabning institut binosi. Ularning sharoiti bek yaxshi. Tadqiqot qilsangiz moddiy desteklam bor. Hamda meylashada o'qisak deymiz, lekin u universitet faqat tadqiqotlarla shug'ullanadi. Nima resmiyat universitetlarni o'qishmaydi. Faqat u Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uchun think tank deymiz, fikr ishlab chiqaradigan markazlarning birisi. Shunga ular bir seminar qilib qoldi. Seminarda shu Harvard Universitetining bir o'qituvchi keldi, Hawaiidan keldi. Undan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan keldi, London Universitetidan keldi, 6 o'qituvchi keldi. Kelib bular seminarga bir o'qituvchi ayna dedi. Hozir eng cho'ng masala ammaviy sog'lomlik masalaligi. Sağlıkçı köpüncüsü sağlamlık kesbide o'qigan bo'lganlik uchun siyoset plan tuzidi. Siyoset planini nima? Siyosatda tushunmay turib tuzidi. Ba'zi odamlar siyoset qonunini o'qiganlar, ular sog'lomlikni tushunmaydi. Shunga o'tirib tuzib chiqqan narsa ba'zi vaqtda xatolik kelib chiqadi. Shuni bizning bundan keyin qildigan ishimiz ham qonun siyosatini biladigan, ham sog'lomlik bilgan odam yetishtirishimiz kerak dedi. Men uni olib, men bu deb, ana qaytib kelgandan keyin ashad ishlagan o'qituvchiga email yozdim. Derhallam. Men mushlamindaq o'qigan, hozir magistrlikni tugatdim, doktoratimni yangi boshladim. Baya o'qituvchiniki degan gibi menga bek ta'sir ko'rsatdi. Agar sizlarniki mush tadqiqot institutida bir proje ya nima bo'lib qolsa, ashada ishlashni xohlaydim desam, ta'lim universitetidan kelib javob qildi, at ko'rishildi. Hamma vaqt bordim. Borgandan keyin u hayron qildi. Biz bunday odam borligini rasmlasam xayolim kelib boqmabdi ekan. Haqiqatan ihtiyojimiz var dedi. Ondan biz bir proje başlayan Dünya Sağlık Teşkilatı'na tasdiq gelsi seni açtı birlik kılalayım dedim. Bolu dedi, men sizni sürüş kılımız dedi. O'qituvchimdan sürüş qilibdi, buldu tirishchan u bo'lgan ekan. Ondan keyin bolu deb bana berdi. U yerda yordam tadqiqotchi bo'lib oldi o'qituvchi, u yerda ishladim. Undan keyin bir proje var ekan, bir dori zavodiniki nima bergan, pul bergan. O tadqiqotni boshladim. Mana shunaqa qilib doktoram bu shaklda tugatdim. O'qish jarayoniga haqiqatan buniki munosib borligini his qilib, men xato kesib o'qimabdiman deb, endi keyin o'zim rohatladim. Hem shunlashqaylik ammaviy sog'liq qonuni desa, urg'ada men qanday munosib qanday o'qib qolgan deydim. Men bilmay o'qigan, lekin keyinsa o'qish jarayonida munosib borligini, o'qish tugagan texnik munosabatni bildim. Lekin endi bu kesib ama Turkiyada bo'lsin, bir qism davlatlar bek yanlam. Texnik natonish bu kesib hayron qoldi. Ama taraqqi bo'lgan masalan Yevropada olsun, Amerikada olsun hech kim hayron qolmaydi. Bunday diplomalar hayron qolmaydi so'rasangiz. Ama mayada hozircha hayron qoldi. Hammasiga tushuntirishga vaqtim yetmasa, o'qib baqsam bo'ladi deymi? Tushundirish vaqtim yetsa tushuntirib qo'yaman. Sizningki güzel niyetingizga, tirishchanligingiz Alloh haqiqatan baxayrlik o'rinlashtirib berdi. Bu ikki kasbni birlashtirib, maşallah. Bizning vaqtimizmi bir yil berib qolibdi. Aka haqiqatan ko'p rahmat. Ammaviy sog'lomlik haqida nurg'un bilimlarga erishdik. Hatto darsxonada o'tiribmi necha haftalab erishamaydigan darslarga. Alloh ajringizni bersin. Vaqtingizni, qimmatli vaqtingizni chiqarib suhbat qatnashib berganingiz uchun haqiqatan ko'p rahmat. Eng oxirida oilangizga baxt, ishlaringiz utuq tilayman va vaqtingizga barakat tilayman. Ko'p rahmat sizga. Rahmat, sizga rahmat. Sizning o'qishingizga utuqlik tilayman. Rahmat. Hörmətli görürmənlər, bugünkü proqramımız müşahidə axırlaşdı. Keyinki sanlarda görüşükçə aman bulunlar, Allah'a emanet.